Ko'rinmas zanjirlar. 4-qism. Dasturxon atrofida bolalar Iroda opa, Irfon va Ra'no xonim ham bor. Biroq ularning kayfiyati yaxshi emasligini sezdim. Irfon qat'iy tarzda shoshgancha ovqatlanardi. Men ham hammani kuzatishdan charchab nonushtaga qo'l urdim. Ochig'i bilaman, bu ularga ham noqulay, biroq menga shunisi qulay va men bundan uyalmayman. Chunki ularga o'xshab men pichoq va sinchiqni mukammal tarzda ishlata olmayman. Eng ma'quli qo'lim. Menga e'tibor qaratishganda esa jilmayib qo'yib yeyishda davom etdim. Nonushta tugagach, bolalar o'ynagani turib ketishdi. Men ham idishlarni yig'ish uchun turib bir nechasini olib oshxonaga Halima opani ortidan ergashdim. Lekin ortimda qolgan o'tkir ovozda berilgan savolni eshitdim. "Oyi, kecha qayerda edingiz?" Ularning keskin suhbatida demak men bo'lishimni istamaganmi? Idishlarni qo'yib o'girilishim bilan Halima opa qo'limdan tutib qoldilar. Demak, borish mumkin emas. Shu sabab meni ketishimni kutgan ekanda. Batafsil bilish maqsadida Halima opadan so'radim. Nima bo'lgan o'zi? Ra'no xonim turmush qurgan, buni nimasi yomon, dedim betoqatlanib. Gapimni eshiting oxirigacha. Gapini bo'lganimga ishora qildi shekilli. Bor diqqatimni qaratib opani stulga olib keldim. Endi boshlang, dedim men ham qarshisiga joylashib. Aslida kelin bo'lganingiz uchun, to'g'rirog'i Irfon sizni bu yerga olib kelgani uchun aytaman, lekin sizga ishonish haqida bir gap deya olmayman. Bu gaplardan keyin beixtiyor muloyim qo'lidan tutib ko'zlarimni yumib ochdim. Xullas, Ra'no xonimning birinchi eri Irfonning otasi bundan 5 yil oldin vafot etgan. Aslida juda yaxshi odam deb bo'lmasdi. Oilasiga kam vaqt ajratar, ko'p safarda bo'lardi. Shunday safarlarida ayollar bilan ham birga bo'lar ekan. Buni Ra'no xonim bilib qolgan, qattiq janjal qildi. U bo'ldi, bu bo'ldi, lekin natijasiz. Bolalar yetim qolmasligini o'ylab hayotga ko'ndi. Bora-bora otasi umuman befarq bo'ldi. Lekin shunda ham u bolalarga hech ham otasi haqida yomon gap aytmagan. To'satdan yuz bergan avtohalokat oqibatida esa vafot etdi. Bu qanchalik qiyin bo'lmasin, u hammasini qo'lga olishga urindi. Irfon o'shanda endigina o'smir yoshida 18 da edi. Tushkunlikdan chiqish uchun unga onasiga nazar solishni, chetdan qarashni Iroda ko'rsatdi. Natijada o'z qobig'idan chiqib, u ham korxona ishlariga aralasha boshladi. Biroq kasodga yuz tutgan korxonani tiklagach, o'sha ayollardan biri paydo bo'lib, vasiylikka da'vo qila boshladi. Ra'no xonim iloji boricha buni bolalardan yashirdi. Otasiga muhabbati so'nmasin degan maqsadda. Lekin o'sha ayol ham bo'sh kelmadi. Irfonning otasining do'sti ham qarmoq tashlay boshladi. Yetmaganiga qo'shnilar ham birin-ketin bu uydan qadamlarini uzishdi. Endi yomon ko'z bilan qaraydigan bo'lib qolishgandi. Shunday kunlarda ishonchli advokat qidirib, poralarsiz ham bu ishlarni joyiga qo'ya oladigan insonni qidirib ham topa olmayotgan bir vaqtda uning sinfdoshi bilan bo'lgan Vali yordam berdi. Valini asli Ra'no xonimga dugonasi tavsiya qilgan. Aslida ular sevishgan bo'lgan ekan. Faqat Ra'no xonimning dadasi bunga qarshilik qilib, majburan uzatgan. O'zini endi baxtga munosib ko'rgan holda Valiga imkon berdi. Bunga osonlikcha erishmadi. Shuncha ishlardan so'ng endigina nikohdan o'tishdi. Orada esa ularni yo'q qilish va Ra'no xonimni ko'ngliga yo'l topishi uchun ham 5 yildan ortiqroq vaqt ketdi. Endi turmush qurishgan va o'ziga imkon berganda esa Irfon bunday ishlar qilib o'tiribdi. Sizni olib kelganda ham tushunar degan umidda mayli deya ko'ngandi. Lekin u adashgan ko'rinadi. Irfon sizni sevib qolganga o'xshamaydi.
Halima opa shunchalar tarixni gapirib berdilarki, buni tushunmasdan iloj yo'q edi. Ochig'i, men Ra'no xonimga havas qilardim. Bundayin voqealarni men ko'tara olmasam kerak. Bir zum o'zimni ikki bolalari yolg'iz va kundoshli ayol sifatida tasavvur qilib yetim junjikib etdi. Xayollarimni qo'lim bilan havoga silkitgan holda uzoqlashtirdim-da, o'rnimdan turdim. Hammasi uchun rahmat. Irfonga kelsak, balki hayotimiz boshqacha bo'lar. Halima opani ortiqcha shubhaga qo'ymay gapni yakunladim. O'rnimdan turgan holda mendan gap olishga urinishni sezib uzoqlashdim. Kelganimdan buyon maqsadimdan uzoqlashib ketgandim. Bilganim Irfon va Iroda opa bolalarni olib ketishayotgan ekan, menda hech qanday kiyim yo'q edi. Baribir meni sal kam haqorat qilgandi. Bu esa qasd olish uchun ayni muddao edi. Uni kiyimini kiysam jahli chiqishi tayin. Yuzimda ayyorona tabassum. Men ham chiqaman, kutib turinglar, dedim. Zotan shaharni yaxshi bilmayman. Kiyinish xonasida kostyum shim kiyish haqida o'yladim-u, biroq voz kechdim. Eng yaxshisi uning yengi uzun futbolkasini kiyib, shimini ham kiydim. Bu juda g'alati edi. Aksimga qarab rosa kuldim. Bunday qilishni hech ham bir kun xayolimga keltirmagandim. Sochlarimni yoyishga esa negadir hamon uyalaman. Bilmadim, bizda bu odatiy holat emasdi. Shu sabab tepadan qilib yig'ib oldim. Pastga yugurib tushib, bolalar bilan barobar ravishda mashinaga joylashdim. Menga e'tibor bermasligi va keyin ko'rib jahli chiqishi uchun ayni muddao. Yana meni hisobimga orqa oynalar qoraytirilgan edi. Mehmonxonadan opa-uka chiqib kelishyapti. Ra'no xonim yuzda tabassum bilan qizini quchoqlab xayrlashdi. Men tushunmay nega Iroda ko'ngan, Irfon esa yo'q. Balki u ham oila qursa tushunar. Irfonning yuzi tund edi. Siz qayerga? Dedi Iroda opa mashinaning oldiga mingach. Menga noqulay bo'lyapti, balki oldiga joylasharsiz. Yo'q, juda qulay, dedim bolalarga qarab jim ishorasida. Yo'q, bo'lmaydi, oldiga o'tirasiz. Qora botir bo'lish niyatim yo'q, piqillab qo'ldim. Biz Tohir Zuhra emasmiz asli, dedim ichimda. Lekin allaqachon men tomon eshik ochilgan edi. Menga hayrat bilan qaradilar. Bo'la qolinglar endi. Taqsir hamma narsadan norozi. Unga qarab garchi meni ko'rmasa-da ko'zimni suzib mashinada tushdim-da, oldiga o'tirdim. Haydang, dedim qo'limni qovushtirib. U nigohini oyog'imdan tepagacha qaratib keldi. Aslida jinsi shimi va menga katta bo'lgan futbolkasiga qarayapti. Nega bunaqa kiyimdasiz? Iroda opa sukutni buzib so'radilar. Oyi, meni bitta tog'am ikkita bo'ldilar. Qarang, dedi menga ishora qilib kichkina bolalardan biri. Tentak, tog'am boshqa tog'ani qanday opog'i qilishi mumkin? O'ylab gapir. Bunday antiqa gaplardan beixtiyor kulib yubordim va birdan to'xtadim. Chunki uni nigohi juda qattiq va sovuq shamol kabi edi. Boshqa kiyimim yo'q edi, opa. Bir shaharni aylanay deb chiqqandim. Men mana shu ko'cha boshida tushib qolaman, dedim yo'lga ishora qilib. Ko'cha boshida, dedi u menga biroz avvalgidek qarab. Biz ham aylanaylik, oyi. Bolalar darrov injiqlik qilishga tushdi. Yo'q, ular kattalar. Yaxshi sayr qilamizmi bolalar? Balki istirohat bog'iga borarmiz-a? Dedim orqaga qarab. Avval sizga kiyim xarid qilaylik, unda, dedilar Iroda opa. Irfonga bir qarab, uning rozilik alomati nigohini mendan uzib oldinga qaragan edi. Aslida bunday kiyimni birinchi kiyishim bo'lsa-da, o'zimni yengil his qilayotgan edim. Mashinadan tushganimizdan keyin nazarimda hamma meni ko'rsatib menga qarayotgandek tuyulaverdi. Men atrofga emas, yon atrofimdagi odamlarga qarayotgan edim. Hattoki biroz hadik sababmi Irfonning ortidan o'tib olgan holda o'g'rincha nigoh tashlardim. Nima bo'l? Irfon birdan o'girilib savolida to'xtadi. Yana tugata olmadi.
Uni nima deyishni bilmayman, biroq yelkamni qisib olganman. Men jamoat oldida bo'lmaganman. Juda ko'pchilik ichida-ku. Nimadir bo'ldimi? Nazarimda u ancha hovurdan tushgan. Buni sababi bolalar albatta. Tog'a, kela qolinglar. Yaxshi, ketyapmiz, dedi u bolalarga qarata. Ko'zimni yerdan uzib, judayam katta bo'lgan binoga qaratdim. Bu ayollar bo'limi uchun juda katta edi. Meni nazdimda, balki menga shunday tuyulgandir. Oldimdan begona odam o'tib ketgandagina yana e'tibor tortayotgandek ko'rinib, yelkamni qisib oldim. Menga bir narsa qiziq. Nima? Dedim gapini tushunmay. Bugun yurish niyating bormi? Yelka qisdim. Rostdan ham bilmayotgan edim-da. Menda hammasi ilk. Xuddi boshqa sayyorada yurgandekman. Zimdan odamlarga qaradim. Aslida hamma befarq. Ko'pchilikni qo'lidan kaftidek va yoki undan ham katta telefonlari bor. Bolalar ham shu ahvol. Birdan qo'limda iliq taft sezdim. Irfon oldinlab qo'limdan tutgancha yurib ketardi. Negadir yuzimga tabassum yugurdi. Yo'q, endi men odamlarga qaray boshladim. Hech kim menga e'tibor bermayapti. O'zimni bo'sh qo'ydim hatto. Binolar ham baland. Go'yo boshim aylanayotgandek his qilardim o'zimni. Biz kirgan bino ichida liftlar, zinalar bor va u men kutgandan ham katta. Turli bo'limlar bor. Biz o'zimiz, dedilar Iroda opa meni qo'ltiqlab. Bir so'z aytishga ulgurmay qoldim. Do'kon aylanish buncha og'ir ish ekanligini bilmagandim. Menga tanlanayotgan bo'lsak ham Iroda opa rosa injiq ekanlar. Men odatda shunchaki o'zimga yoqqan narsani kiyib ketaveraman. Iroda opa esa unga mos sumka, oyoq kiyim va hatto ustki kiyimgacha oldilar. Bu yerda juda ko'p narsani his qildim. Masalan, men o'zi yurar zinaga birinchi bor chiqishim edi. Hayratda edim. Buni faqat televizorda ko'rganman. Qimirlaganda ichimda ozgina qo'rquv ham paydo bo'ldi. Ammo sekin ko'nikdim. Bu men uchun birinchi va qiziq edi. Eskalator nomi ham bir balo. Bir nechtasini kiyib ko'rdim. Yo'q, men qaytib bunday xaridlar qilmayman. Aslida ish qidiraman deb chiqqandim. Xaridlarni tezroq tugatish maqsadida bo'laveradi, yo'qdi deya boshimni qimirlataverdim. Va nihoyat biz boya kelgan eshigimiz oldiga keldik. Men allaqachon ko'ylagimni Iroda opa tanlagan sariq mayda gulli ko'ylakka almashtirgan edim. Iroda opa hattoki sochimni yoyib ham qo'ydilar. Bu biroz noqulay bo'lgani uchun baribir yig'ib oldim. Tugatdinglarmi? Irfon telefondan ko'z uzib, to'xtab keyin davom etdi. Bolalar ham nariroqda turgan o'yingohdan yetib kelishdi. Bunday sharoitlari bor savdo markazini qishlog'imizda ham ko'rishni istagan bo'lardim. Bu ancha qulaylik keltiradi. Keyin bo'lsa mashinaga mindik. Iroda opani uyga tashladik. Men o'zimni qaysidir ma'noda xursand his qilayotgan edim. Tan olishim kerak. Bular menga yoqayotgan edi. Ammo nimadir kam. Oilam, onam, otam, akam, opalarim, ular qanday ekan? Bir bor bo'lsa ham yo'qlamadim. Ochig'i qo'rqdim. Men o'qishga kirishni va birinchi stipendiyamda sovg'a olib borib, ularni xursand qilishni istayman. Hali katta odam bo'lib ketaman. Buni ko'rib dadam albatta faxrlanadilar. O'zi nega ergashib olding? Voy buqalamon-ey. Iroda opani oldida yaxshi edi-ku, darrov o'zgardi qoldi. Qo'pol. Uyingizdan tezroq ketishimni istaysiz, to'g'rimi? To'g'ri, dedi Irfon ajablangancha. Ish qidiryapman, shunga, dedim, nigohimni oldinga qaratib. Ish degin, dedi o'ychan. Aslida tayyorlovga pul yig'aman. Chunki bu yerlarda ijara qimmat deb eshitganman. Shu sabab tayyorlov kursiga borishim, o'zimga kerakli bilimlarni olishim kerak. Kitoblar ham. Ana shunda o'qishga kirsam, sizlarnikida qolishimga hojat qolmaydi. Yotoqxonada turaveraman. Irfonga niyatimni to'liq aytdim. U nimalarnidir o'ylayotgani yuzda ayon edi.
Ish topish qiyin, dedi u, xuddi o'ziga gapirgandek. Nima, siz topib berasizmi? U yuzi burishib meni qo'limdagi paketga qaradi. Bunda Iroda opa olib bergan taqinchog'i bor edi. Puliga kelsak, jilmaydim. Qaytarmayman. Qaytaradi deb xotama bo'lmang. Nima, buni Iroda opam berdilar. Menga sovg'a bu axir. Uni hech kimga bermayman. Qoshlari uyilganini ko'rib so'zimni davom etdim. Baxil boymisiz? Jahlingiz chiqadi, dedim peshonasiga qo'lini qo'yganini ko'rib. Nima? Dedi menga yaqinroqdan qarab. Boylar baxil bo'ladi desa ishonmasdim. Men pul sabab xafa bo'lyapman, shundaymi? Xafa emasmisiz? Yo'q, men bu telbaga ortiq chida olmayman. Mashinadan tush. Nima? Mashinadan tush dedim. Gapini anglamaganim bois qayta tilga kirdim. Ish e'lonla tush dedim. Birdan baqirgani bois beixtiyor o'zimni ortga oldim. Yo'q, men qo'rqyapman. Bilmadim nega, lekin juda kulgim kelyapti. Chunki uni jahlini chiqara olgan edim. Yetmaganiga gapirganim sabab achchiqlanyapti. Hattoki fikrlari ham chalg'ib ketdi. Yaxshi, dedim jilmaygancha. Eshikni ochib tushdim. U mashinani haydab ketdi. Ortidan qo'l silqagancha qarab qoldim. Balki keyin olib ketar, har holda begona joy bo'lsa. Shunday kichik umid uchqunlari bilan ortidan qarab qoldim. Ish e'lonlari osilgan ustun tomon borib, bir hammasini ko'zdan kechirdim. Bu yerni bilmasligim va telefonim yo'qligi pand berdi. Nima, shunda men umuman ish topa olmaymanmi? Yo'q, bunday bo'lishi mumkin emas. Albatta topaman. Shu xayolda birma-bir qator qilib qurilgan manzilgohlarga qaradim. Tushunishim bo'yicha odamlar ko'p va men shahar markazidaman. Qarshimda turgan kattagina marketga qadam bosib ish so'radim. Yo'q, keyingisida ham yo'q. Yana yo'q. Yana va yana yo'q. Nahotki shuncha katta shaharda menga mos ish topilmasa, dedim. Oxirgi rad javobini olganim sabab. Kafelardan so'ra. Yo'q, yaxshisi mana shu ko'cha oxiridagi muyulishda turkcha taomlar tayyorlanadi. O'sha yerda biror ish topish mumkin, chunki yaqindagina ochildi, dedi qarshimda turgan va menga rad javobini bergan ayol. Kayfiyatim tezda ko'tarilib, ko'zlarim quvnab qaradim. Rahmat, dedim sakrab. Yes. Yugurgancha aytilgan manzilga bordim, ammo bu yerda bir emas, bir nechta kafe va restoran bor edi. Oldimdan o'tayotgan odamni qo'lidan ushladim. Kechirasiz, dedim atrofga boqib. Shu yerda qaysi restoran yangi ochilgan? Iltimos ko'rsatib yuboring. Ko'zimni endi ushlagan odamga qaratdim. Yo'q, bu yigit kishi ekan, balki erkakdir. U qulog'ida tutib turgan telefonini tushirib atrofga qaradi-da, bilagimdan tutib qo'lidan uzdi. Aytib yubora qoling, iltimos, dedim yana. Mana shu kafe, dedi. To'g'rimizdagiga ishora qilib. Rahmat, dedim. Men ham minnatdor bo'lib. Ko'rsatilgan manzilga qarab yo'l oldim. Ichkariga ahamiyat bermay eshik oldida turgan kostyumimda turgan qo'liga qandaydir qog'ozlarni ushlab turgan qiz qarshisiga bordim. Assalomu alaykum, dedim. Keyin atrofdan ko'z uzib, u jilmayib turardi. Keling, qanday yordam kerak, dedi u xushmuomalalik bilan. Ish bormi? Har qanday ishni qilaveraman. Mehnatdan uyalmayman, faqat ofitsiantlikka emas, dedim shoshib gapirgancha. U yana jilmayish hadya qilib, bizda ish o'rinlari to'lgan, dedi. Hafsalam pir bo'ldi, negadir. Endi nima qilaman? Eshikdan chiqayotganda boya menga bu yerni ko'rsatgan yigitga ko'zim tushdi. Ammo men anglaydigan ahvolda emasdim. Bir necha 10 qadam yurishim bilan yelkamdan begona qo'l tutdi. Hayron bo'lib o'girildim. Bu o'sha kafedagi ish boshqaruvchi qiz ekanini bildim. Shuncha chaqirdim, eshitmading. Shunga yetib olay dedim, dedi u nafas rostlab. Nima? Nimadir bo'ldimi? So'radim hayron bo'lib. Ish o'rni bor ekan, men bilmabman. Ofitsiantlik emasmi? Iltijoli qaradim. Yo'q, bu undan ham yomon. Idish yuvasan. Aslida bunday odam bor. Kerak payti oshpazga yordam berasan. Ajoyib-ku, xursand bo'lib qo'limni birlashtirdim. Ko'zimda uchqun porladi. Yuring ichkariga, ish bilan tanishtiraman. Biroz yurib yana so'radi. Ismingiz nima?
Dilnura, dedim faxrlanib. Qiziq, kimni dilini shod etgan ekanman? Bu ismni dadam qo'ygan deb eshitgandim. Shu lahzada vijdonim bekor qilganim haqida va'z o'qib qimirlab qoldi. Bema'ni xayollarni yig'ishtirib, umidida qizni o'rtadan ergashdim. Siznikichi? Quvnoqlik bilan so'radim. Malika, ismim Malika, yosh ko'rinasan, 18 daman. Shu onda butun boshli hayotimni tinglaydigan insonni o'chiratgandek his qilib aytib berishni istadimu, tilimni tiydim. Hali bunga vaqt bo'ladi. Avval ish bilan tanishaman. Oshxonaga ichkaridan kirib bordik. Malika opani ortidan yurganim sababmi menga tikilib qarashardi. Bugundan boshlab sizni yordamchingiz bor. Ismi Dilnura. Sizlar bilan ishlaydi, dedi. Malika opa hammaga qaradi. Jilmayib hammaga qarab salom berdim. Bu yerda xuddi men o'ylagandan ham yaxshiroq edi. Oshxonada ishlovchilar bu qadar tartibli, toza va ozoda bo'ladi deb o'ylamagandim.